Hammaga salom, mening ismim Mahbub Ibragimov. Men Lekris og'riqni davolash klinikasining bosh shifokoriman. Bugun sizga bizning klinikamiz haqida qisqacha ma'lumot bermoqchi edim. Bizning klinikamiz o'tgan yil 24-yil 1-yanvardan o'z faoliyatini boshladi. Hozirgi kunga qadar 1200 dan ortiq nafar bemorga biz xizmat ko'rsatdik va ularni og'riqdan xalos bo'lishga xizmat qildik. Klinikamizning asosiy yo'nalishlari bu og'riq diagnostikasi. Bunda zamonaviy davolash diagnostik usullaridan foydalanadi. Bundan tashqari har bir bemorga multimodal yondashuv. Ya'ni biz bunda har bir bemorga neyroxirurg, nevropatolog, travmatolog, neyropsixolog mutaxassislar jalb etilib, uning og'riq sababi aniqlanadi. Og'riq sababi aniqlangandan so'ng maxsus programma asosida unga davolash dasturi yaratiladi va davolash dasturi asosida unga bosqichma-bosqich davolash taklif beriladi. Yana bir klinikamizning afzalligi shundan iboratki, klinikada zamonaviy texnologiyalar qo'llanadi. Ya'ni har bir jarayon, deylik blokada yoki radioto'lqinli ablyasiya navigatsiya ostida amalga oshiriladi. Siz ko'rib turgan orqamizdagi rentgen apparatida xuddi shu xonada bizning muolajalarimizni o'tkazamiz. Bizning klinikamizda ultratovushli tekshirishlar, bundan tashqari bemorlarni umumiy laboratoriya xizmati mavjud bo'lib, bemorlarga kompleks davolash imkonini beradi va kompleks diagnostika asosida davolash taktikasi tanlanadi. Bizga asosiy bemorlar o'tkir va surunkali og'riqlar bilan murojaat qilishadi. Bemorlarga maxsus tekshirish o'tgandan so'ng, deylik, masalan, bemorlarga elektroneyromografiya tekshiruvi amalga oshiriladi. Bu bizga og'riq markazini to'g'ridan-to'g'ri aniqlash va bemorga og'riq turini aniqlagandan so'ng qaysi davolash taktikasini tanlash imkonini beradi. Va multimodal yondashuv asosida bemorga maxsus davolash usullari tavsiya beriladi. Agarda sizni umurtqa osteoxondrozi, umurtqa kanali stenozi, qo'l-oyoqlarda og'riqlar, bo'g'imlardagi og'riqlar, bosh og'riqlari, surunkali og'riqlar bezovta qilsa, siz bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin va mutaxassislarimiz maslahatini olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videoroliklarimizda biz klinikamiz haqida to'liqroq ma'lumot beramiz va davolash usullari haqida batafsil ma'lumot beramiz.